mana hozir ko'pchilik mana shu qurbonlik taraddudiga tushgan. Alloh taolo mana shu qilinadigan qurbonliklarni o'zining dargohida qabul aylasin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom sahobalarga mana shu qurbonlikni buyurgan vaqtlarida so'rashdi: "Ya Rasululloh, bu qurbonlik o'zi nima? Bizlarga bu qayerdan kelgan?" deb so'rashganda, "Sunnatu abikum Ibrohim, otalaringiz, bobolaringiz Ibrohim alayhissalomdan qolgan sunnatdir" dedilar. Undan bizga nima naf etadi? Undan bizga qanday savob bo'ladi deb yana so'rashganda, jonliq, so'yilgan jonliqning har bir tuki barobarida sizlarga savob bo'ladi dedilar. Agar uni juni bo'lsa-chi deganda, o'sha junidagi har bir tolasiga savob bo'ladi dedilar. Demak, bu Ibrohim alayhissalomdan qolib kelayotgan biz ummatga ham payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning shariatlariga ham kirgan bir amal hisoblanar ekan. Albatta, har bir dinimizda buyurilgan amalning ketida bir hikmat bor. Mana shu dunyodagi manfaat uchun ham bor, oxiratdagi manfaat uchun ham buyurilgan. Albatta, uning oxiratdagi manfaati hozirgi aytilgandek, uning har bir tuki barobarida o'sha bandaga savob bo'ladi. Hattoki payg'ambar alayhissalom hali uning birinchi qatra qoni yerga tegib tomib ulgurmasdan o'sha bandaning gunohlari kechiriladi deganlar. Bu uxroviysi. Dunyoviysi esa ana shu qurbonlikdan endi atrofdagilarga, yaqinlarga, muhtojlarga, kambag'allarga, silay rahmga bu tarqatiladi. Odamlarning o'rtasida mehr, oqibat, rishtalari yana ham mustahkam bo'lishligiga sabab bo'ladi. Chunki mo'min musulmonlar doimo mana shunday. Bir narsani o'zi uchun istasa, albatta uni birodari uchun ham istaydi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom mo'min odam o'ziga yaxshi ko'rgan narsani to birodariga yaxshi ko'rmagunicha mo'mini komil emasdir deganlar. Ana shu ma'noda demak mana bu qurbonliklarni biz ana shu boshqalarga ham ato etib, boshqalarga ham bundan nasiba berishlik bilan boshqalarni ham qalbiga xursandchilik kiritishga sabab bo'lamiz. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom hadislarda aytadilar: "Ahabbun nasi ilallohi ta'ala anfa'uhum lin-nas va ahabbul a'mali ilallohi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an." Odamlarning ichida Alloh taologa eng mahbubi, Alloh taolo eng yaxshi ko'radigani boshqa odamlarga ko'proq nafi tegadigan kishidir deganlar. Ya'ni boshqa odamlarga manfaati ko'p tegadigan odamni Alloh taolo yaxshi ko'radi dedilar. Alloh taolo yaxshi ko'radigan amallarning ichida eng ulug'i bir musulmonning qalbiga surur, xursandchilik kiritmoqdir. Yoki uning bir tashvishini aritmoqdir. Yoki uning qarzi bo'lsa, qarzidan qutqarmoqdir. Yoki u bir ochlik yetgan bo'lsa, o'sha ochligidan to'ydirmoqdir deb payg'ambar alayhisolatu vassalom marhamat qildilar. Demak, ana Alloh taologa mahbub bo'lgan inson, Alloh taologa mahbub bo'lgan amalni payg'ambar alayhisolatu vassalom o'sha o'zgalarga, odamlarga naf yetkazishlik, manfaat yetkazishlik, ularni bir mushkulini oson qilishlik, ularni bir hojatini chiqarishlik, ularni bir qandaydir musibati bo'lsa uni aritishlik qatorida payg'ambar alayhisolatu vassalom zikr qilyaptilar. Alhamdulillah, keyingi paytlarda mana xalqimiz bir-biriga mana shunday Ramazon oylari o'tdi. Mana Qurbon hayitlari bir-biriga ko'mak berish, bir-biriga yaxshilik qilishlikka juda ham harisman bo'lib boryaptilar. Muhtaram yurtboshimiz o'zlari bu ishda hammamiz uchun bir namuna o'laroq, o'rnak o'laroq tashabbusni ko'rsatyaptilar. Mana o'tgan Ramazon oyida hammamiz guvoh bo'ldik.
Ramazon oyi kirish arafasidan juda ham katta mablag'ni, 1 trillion so'mdan ortiq mablag'ni ijtimoiy himoyaga yo'naltirdilar. Unda o'sha bemorlar bor, unda o'sha kambag'allar bor, unda o'sha qandaydir bir ehtiyojmand odamlar bor. Ana shularni bir ehtiyojini qondirishlik, dardiga bir malham bo'lishlik, og'irni bir yengil qilishlik va bu bilan ularni qalbiga xursandchilik kirgizib, ana shunday bir ulug' saxovat oyida ana shu saxovat bilan bahramand etishni juda ham yo'lga qo'ydilar. Va mana endi Qurbon hayiti arafasida ham mana shu ish yana davom etdi. Xabaringlar bo'ldi. Mana ommaviy axborot vositalarida ko'ryapmiz. Qariyb 700 milliard so'mdan ortiq mablag'ni aynan mana shunday yosh bolalar, bemor, xasta, ana ularga juda katta bir mablag' kerak, mablag' bilan davolanadigan 10 mingdan ortiq mana shunday kasalliklarni davolashga yo'naltirdilar. Bundan tashqari otasiz, umuman boquvchisiz yetim bo'lgan bolalarga ijtimoiy ko'mak uchun ajratdilar. Vatan himoyasida o'tib ketgan ota-onalari, farzandlari qolgan, ana ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash uchun ularga mablag' ajratildi. Yana qancha mablag'lar mana bunday Alloh taoloning baytini obod qilish uchun, masjidlarimizdagi o'sha tahoratxonalarni qaytadan butkul zamonaviy qilib ta'mirlash yoki yangitdan qurish uchun ham 200 milliarddan ortiq mablag' ajratdilar. Qarang, O'zbekiston mustaqil bo'lib tarixida bunday ishlarni ko'rmagan edi. Ularning hammasida nima yotibdi? Hammasini tagida mana shu xalq, mana shu demak inson qadri, ana shunaqa qalbi siniq bo'lgan, muhtoj bo'lgan, yetim bo'lgan odamlarni qalbiga ozgina bo'lsa ham xursandchilik kiritish, ularni ozgina bo'lsa ham bir og'irni yengil qilishlikni maqsad qilyaptilar. Bu juda ham katta tashabbus. Buni albatta xalqimiz juda ham bir katta quvonch bilan, xayrixoh bo'lib qarshilab olyapti. Mana 15 ming hojimiz, vatandoshimiz ketar ekan, muhtaram yurtboshimiz tarixda birinchi marta mana shu davlatning hisobidan 100 ta hojini, prezident hojilarini ham bu yil hajga jo'natdilar. Ularning orasida mana ko'rdinglar, qancha mana shu yurt uchun, vatan uchun umrini bag'ishlagan odamlar bor. U nafaqat bir katta lavozimda yoki boshqa, hattoki bir joyda bir qorovul bo'lib yoki bir farrosh bo'lib ishlagan shunaqalar bor. Balki ularni hayoliga ham kelmagan hajga borishlik. U hayoti davomida balki hajga borishlikka qodir bo'lishligida ham ishonchi ham yo'q edi. Ana ularga olib borib, mana sizni prezident hajga jo'natyaptilar deb qo'llariga haligi yorliqni berganda qanchalik bir kutilmagan bu voqeadan xursand bo'lib yig'lab duo qilganlarni guvohi bo'ldik. Mana hozir ular o'sha 15 ming hojilarimizni eng oldida ana shularni orasida mana haj qilib turibdilar. Albatta bu mo'minni qalbiga xursandchilik kiritishlik bir yaxshilik. Ana uning qalbidan chiqqan bir duoni olishlik ikkinchi bir yaxshilik. Chunki duo bilan el ko'karadi. Duo bilan mana shunday fayz kiradi, barakot kiradi. Demak, muhtaram yurtboshimizning maqsadlari ham shu. Xalqni rozi qilish, xalqni duosini olish. Mana bu esa yuqorida sanab o'tganimiz payg'ambarimiz alayhi salatu vassalom ushbu hadislarda aytilyapti. Yana hadisning davomida aytadilar: "Li'an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid, ya'ni masjid al-Madinati shahran." Bir hojatmand odamni hojatini chiqarish uchun uni qo'lidan tutib, u bilan yonma-yon yurishligim, birga yurishligim men uchun Madinadagi Masjidun Nabaviyda bir oy e'tikof o'tirishdan yaxshiroqdir deganlar. Qarang buni savobini. Bir odamni, hojati bor odamni yonida yurib, shuni hojatini chiqarish uchun shu bilan sa'y harakat qilishlikda Alloh taolo o'zini fazli bilan bir oy payg'ambar alayhisolatu vassalomni masjidlaridan chiqmasdan e'tikof o'tirganning savobini berishligini bayon qilyaptilar. Mana hojilarimiz borib
bir qancha daqiqa kirib chiqadilar Ravza-i Sharifga. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vassalom o'sha masjidlaridagi Ravdatun min riyadil jannah, minbarim bilan qabrimning o'rtasi jannat bog'laridan bir bog'chadir deganlar. Hamma shu yoqqa oshiqadi. Bir lahza bo'lsa ham kirib, 2 rakat bo'lsa ham namoz o'qib qolsam deydi. O'shaning uchun odamlar boradi Madinaga. Shuni savobidan bahramand bo'lish uchun. Lekin bir muhtojini borib hojatini chiqarishlik o'sha masjidda 1 oy chiqmasdan o'tirishlikning savobi o'shandan ham a'lo deyaptilar payg'ambar alayhisalom. Mana buni biz bilishimiz kerak. Savob ko'p, amal ko'p, lekin qaysinisi biz uchun muhim degan masala bor. Agar muhtojlik bo'lsa, o'sha muhtojlikni qondirsa, biror bir ehtiyoj bo'lsa, uni yoniga tushib o'sha ehtiyojni qondirsa, ana undan ko'ra savobliroq ish bo'lmaydi shu paytda. Demak, bugungi bo'layotgan ishlar ayni mana shunaqa. Mana kecha kirib o'zimiz ham ko'rdik. Bemor yotibdi. Bemor ahvoli juda ham og'ir. Osmonga qarab Alloh taolodan o'ziga shifo so'rab turibdi. Boshqa hech najot yo'q. Shunga kirib mana sizga prezident bir voucher berdi. Mana shuncha sizni davolanishingizga siz qanchalik kutilmaganda xursand bo'lyapti. U o'sha yarmi tuzaldi o'shani. O'sha bemorligini ozgina xastaligi, tashvishi ko'tarildi. O'sha o'zi aytayapti, o'zidan ko'zidan sezilib turibdi. Demakki, mana bu narsada yaxshilik bor. Ayniqsa bugungi ayyomlar, Qurbon hayiti kunlari, eng ulug' kunlarda qilingan amallarning savobi ham o'shanga yarasha eng ulug' savoblar bilan taqdirlanadi. Albatta, muhtaram yurtboshimiz mana yana Qurbon hayiti arafasida ushbu bayramga xos va mos o'tkazish uchun alohida qaror chiqardilar. Butun yurtimizdagi mo'min musulmonlarni bugun masjidlarga jam bo'lib hayit namozlarini o'qishligi va mana shu 3 kun, balki mana 5 kun dam berildi. Haqiqiy bayramona kayfiyatda shuni o'tkazish uchun alohida qaror chiqarib, hattoki dam olish kunini ham e'lon qilib berdilar. Mo'min musulmonlarni astoydil, sidqidildan, halovat bilan ibodat qilish uchun barcha sharoitlarni amalga oshirishlikka alohida qaror qabul qildilar. Mana bir necha kundan beri mana shunaqa masjidlarimizda obodonchilik ishlari, namozxonlar uchun sharoit yaratish ishlari amalga oshirilyapti. Mana bugun mana shularni biz samarasini ko'rib, Alloh taoloning baytiga barchamiz jam bo'lib turibmiz. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida marhamat qiladi. Ya ayyuhallazina amanu ati'ulloha va ati'ur rasul va ulil amri minkum. Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat qiling va rasuliga itoat qiling va o'zingizdan bo'lgan boshliqlarga itoat qiling deydi. Ana bizning dinimiz rahbarga itoat qilishlikni vojib darajasiga qo'yadi. Qaysi ma'noda itoat qilinadi? Ana uning chiqargan qarorlari, el uchun, xalq uchun, yurt uchun, uning manfaati uchun chiqargan qarorlarni qo'llab, quvvatlab, shuni yonida turib, shuni amalga oshirishlik uchun qilishlik sa'y harakati o'shanga demak itoat hisoblanadi. Mana Qurbon hayiti arafasida butun qabristonlarni obod qilish, ota bobolarimiz yotgan, yaqinlarimiz yotgan, o'zimiz ham bir kun borib o'sha yerdan qo'nim topadigan oxirat manzili bo'lgan qabristonlarni obod qilish uchun alohida bir ko'rsatma ham bo'ldi. Buning uchun mana O'zbekiston musulmonlari idorasi, ulamolar kengashi murojaat ham qabul qildi va mana hozir mana shunday obodonchilik oyligi ketyapti. Hammanglar bunda ishtirok etyapsizlar. Qarang, bitta davlat rahbarini bir ishga e'tibor qaratib, hammani diqqatini tortishlik bilan qancha narsa yaxshi tomonga o'zgaryapti. Hazrati Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu 3-xalifa, payg'ambar alayhisolatu vassalomning suyukli kuyovlari, mana shu kishining bir gaplari bor. Innalloha la yaz'u bis-sulton ma la yaz'u bil-Qur'an. Ya'ni Alloh taolo sulton, podshoning qo'li bilan, Qur'on bilan amalga oshirmagan ishlarni oshiradi deydi.
Qarang, Qur'on bilan joriy qilmagan ishni Alloh taolo podshoning qo'li bilan joriy qiladi dedilar. O'zlari xalifa bo'lib turib shu narsani aytayaptilar. Buni tajribada yillar davomida bu narsa bo'lgan. Mana bugungi kunda ham muhtaram yurtboshimizni mana shu borada chiqargan qarorlari hammani oyoqqa turg'izdi. Vaholanki dinimiz o'zi bunga buyurgan, qabrlarni ziyorat qiling, qabrlarni obod qiling. Bunda siz uchun ham manfaat bor, oxiratni eslatadi, o'limni eslatadi, o'tganlarni ruhini shod qilish manfaati bor. Buni hammamiz bilamiz, hammamiz eshitganmiz. Lekin borishlik, unga qarashlik e'tibordan qolgan edi. Hatto ba'zilar o'zini ota-onasini ham borib ziyorat qilmaganiga yillar bo'lib ketgan. Borib topolmaydigan holatga tushgan paytlari ham bo'lgan. Aslida bunga bizni Qur'on buyurgan edi, hadis buyurgan edi. Lekin Alloh taolo podshoni qalbiga solib, mana shuni eslatishligi bilan hamma o'zini o'nglab borib o'sha o'ziga yaqin bo'lganlarni borib ziyorat qilyapti. Demak, podshoning Alloh taolo bekorga itoat qilinglar, Allohga va uning rasuliga deb ketidan buni buyurishligi bejiz emas ekan. Alhamdulillah, bizni yurtimizda mana shunday el uchun, xalq uchun, din uchun, mana shunday mo'min musulmon xalqi uchun qayg'uradigan podshoni Alloh taolo buyurgan ekan. Demak, ana shu chiqargan farmonlari yu yo'lga qo'ygan ishlarda siz u biz ham kamarbasta bo'lishligimiz ana shu itoatning namunasi bo'lar ekan. Yana bir ish ko'p takrorlanadigan yoshlar haqida. Yurtimizda davlatning siyosati darajasiga ko'tarilgan yoshlarni ta'lim olishligi, tarbiya olishligi, kelajak avlodni ilmlik, ma'rifatlik bo'lishligi. Buning uchun hamma imkoniyatlar, sharoitlar yaratilyapti. Kitobxonlik tadbirlari o'tkazilyapti. Ko'p kitob o'qiganga hattoki taqdirlash amalga oshirilyapti. Maqsad nima? Maqsad mana yonimizda. Imom Buxoriy hazratlarining huzurlarida turibmiz. Biz bu yerga faqatgina ziyorat uchun, tilovat uchun kelmaymiz, balki o'rnak uchun, ibrat uchun kelishimiz kerak. Yoshlarimizni olib kelishimiz kerak. Bolalarimizni ko'rsatib, mana shunday allomai zamonlar o'tgan. Bular ham bizga o'xshab yashagan, bizchalik umr ko'rgan, lekin hayotlarida shu ilmga o'zlarini bag'ishlaganlari uchun mana 1000 yillar o'tsa ham nomi o'chmayapti. Balki obro'si oshsa oshyapti. Nomi dunyoga tarqasa tarqayapti, lekin yo'qolmayapti deb ularga bularni biz namuna qilishimiz kerak. Kelajak mana 3-Renessans degan maqsad oldinga qo'yilgan. Toshkentda qurilgan Islom sivilizatsiyasi markazi. Butun dunyo hozir diqqat e'tibori shunda. Mana shu majmuani o'zi bizni ajdodlarimizni kim ekanligini ko'rsatib beryapti. Muhtaram yurtboshimiz mana shu majmuani ochilishida so'zlagan nutlarida ham shuni aytgan edilar. Ko'rsin, dunyo ko'rsin bizlarni kim ekanligimizni degan maqsadda men buni bino qildim degandilar. Haqiqatdan ham o'sha maqsadlari amalga oshib, kim kelsa ko'rib hayratdan yoqa ushlayapti. Buni esa biz mana shu faxr bilan, g'urur bilan ko'rishimiz kerak. Bizning ajdodlarimiz dunyoga 2 marta Renessans, ana shunday ilmiy uyg'onishni ko'rsatib berdilar. Endi ularni avlodlari ham shu ishni davom ettirish kerak degan bir fikr ularni qalbida bo'lishi kerak. Davlatimizni ana shu yoshlarga qaratgan siyosatidan ko'zlangan maqsad ham shu. Zero ilm bu Alloh taoloning jannatiga boshlab boradigan eng yaqin yo'l hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom marhamat qilganlar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu lahu tariqan ilal jannah. Kimki bir ilm talabi yo'liga chiqsa, Alloh taolo uning yo'lini jannat sari yengil qilib qo'yadi deganlar. Demak, jannatga olib boradigan eng yaqin va oson yo'l ham mana shu. Aslida ilm olish oson emas. Ilm olishlik go'yoki eskilar aytgandek igna bilan quduq qazishdek gap. Lekin uning ajri, uning savobi Alloh taoloning huzurida juda ham yuqori. Al-ilmu izzud dunya va sharaful axirah.
ilm dunyoda izzat, hurmat, oxiratda esa sharafdir deb payg'ambar alayhissalom marhamat qilganlar. Ana ular qanchalik dunyoda-yu Alloh taoloning huzurida qancha sharaf topganlarni biz ko'ryapmiz. Imom Maturidiy bo'lsin, Imom Burxoniddin Marg'inoniy bo'lsin va ko'plab mana Ibn Sino, Beruniylar hammasi bizning yurtimizdan chiqqan. Ming yillar o'tib hali ularning qoldirgan merosidan insoniyat foydalanyapti. Demakki bu qilsa bo'ladigan ish, amalga oshirsa bo'ladigan ish. Faqat bunga g'ayrat kerak, muhabbat kerak va harakat kerak. Va mana shu harakat uchun imkoniyatlarni bugungi kunda yurtboshimiz yoshlar uchun albatta yaratib beryaptilar. Buning uchun esa biz bularni bir qadrlab, buni shukronasini qilib, o'shanga o'zimizni xayrixohligimiz u ana shu tomonni amalga oshirishga harakat qilishimiz kerak. Ayniqsa ota-onalar. Chunki Alloh subhanahu va taolo insonga bergan har bir yaxshiligi, unga bergan har bir imkoniyati, unga bergan har bir ne'matidan so'raydi. Undan qanday foydalandi? Uning shukronasini qanday ado etdi? Va man shakara fa innama yashkuru li nafsihi. Kim shukr qilsa albatta o'zi uchun. Ya'ni kim mana shu ne'matdan foydalansa, uni qadriga yetsa, undan unumli foydalansa, albatta faqat birinchi navbatda undan o'zi manfaat topadi. Ammo kim bunga noshukrlik qilsa, unga bee'tiborlik qilsa va undan foydalanmasa, uni qadriga yetmaydigan bo'lsa, u o'ziga zulm qiladi. O'ziga javr qiladi. Ana shuning uchun demak ota-onalar birinchi navbatda farzandlariga mana shunday to'g'ri yo'lda ilm ma'rifat hosil qilishlikka undashliklari ham bugungi sharoitlarga qaratilgan ularning shukronasi bo'lar ekan. Bugun mana bunday ulug' ayyom Alloh taolo siz u biz bandalarini bir shukrona qilishimiz uchun bu kunni bergan. Qurbonlik shukronasi, mana haj amallari shukronasi. Ana shuning uchun ham biz Alloh taologa takbir aytamiz. Takbiri tashriqlarni shariatimiz joriy qilib berdi. Kuni kecha bomdod namozidan boshlangan har bir farz namozidan keyin, jamoat bilan o'qilgan farz namozidan keyin takbiri tashriq aytishlik vojib qilingan. To hayitning 4-kuni, hayitning 4-kuni asr namozigacha 23 mahal namoz. Mana bunda ham Alloh taoloni ulug'lab, ana shu Alloh taoloni bizga bergan ne'matlarini e'tirof etib shukr qilishlik ma'nosi bor. Allohu akbar deb Alloh taoloni ulug'laymiz. Undan boshqa iloh yo'q ekanligini e'tirof etamiz va unga hamd va sano etamiz. Bugun mana hayit namoziga jam bo'lar ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo siz u bizni mana shunday ulug' ayyomlarga yetkazganligi uchun, Alloh taolo siz u bizga mana shunday tinchlik zamonasida yashashlik baxtini ato etganligi uchun shukrona qilmoqligimiz lozim. Zero mana hozir ko'rib turibmiz, dunyoda juda ham notinch yurtlar juda ham ko'p. Hozir ayni mana shu paytlarda qancha yurtlarda notinchliklar bo'lyapti. Ocharchiliklar bo'lyapti. O'zini vatanida halovat topolmayotgan xalqlar qancha ko'p. Qancha begunoh odamlarning qoni to'kilyapti. Alloh taoloning fazli va marhamati bilan yurtboshimiz, davlatimizni mana shu el xalqni tinchligi, osoyishtaligi uchun qilayotgan kecha kunduz sa'y harakati oqibatida biz mana bunday halovat bilan ibodat qilish uchun mana bu yerga jam bo'lib turibmiz. Ne'matlarning ichida eng ulug'i tinchlik, osoyishtalik va sihat salomatlikdir deb payg'ambar alayhisolatu vassalom marhamat qilganlar. Mana shu ikki ulug' ne'mat agar mujassam bo'lsa, inson boshqa ne'matlarni ham halovat bilan undan manfaat topadi. Ammo mana shu ikki ne'mat yo birortasi agar bandada bo'lmasa, boshqa ne'matlar unga tatimaydi. Shuning uchun bu ne'matlarning ichidagi eng saralardan bo'lgan tinchlik ne'mati bizda barqaror ekan, buni ham shukronasini ado etishligimiz kerak. Alloh taolodan duo qilishimiz kerak. Mana bunday ulug' ayyomlarda
alloh taolo yurtimizni, xalqimizni, yurtboshimizni o'zi panohida saqlab, mana shu elimizni tinchligi, osoyishtaligini alloh taolo o'zi davomli qilsin. Bizni yoshlarimiz, farzandlarimiz, bizdan keyingi avlodlarimiz ham mana shu tinchlikda umr guzoronlik qilishlarini Alloh nasib aylasin deb duo qilmoqligimiz lozim bo'ladi. Zero bugungi qilingan duolar ijobat. Inshaalloh bugun mana hayit namoziga jam bo'lgan ekanmiz. Albatta buni ado etishligining shartlari ham bor. Uni tartibotlari ham bor. Hayit namozlari 2 marta o'qilganligi uchun uni gohida esimizdan chiqarib qo'yamiz. Shu ma'noda buni sizlarga bir eslatib qo'yishligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Avvalo mana uydan poy tahorat bilan masjid sari namoz o'qish uchun keldik. Endi hayit namoziga alohida bir niyatki 2 rakat Qurbon hayiti namozini barcha takbirotlari bilan yuzimni qiblaga qaratgan holatda ado etishlikni niyat qildim. Xolis Alloh uchun deb, Allohu akbar deb qo'llarimizni ko'tarib, quloqimizga yetkazib takbir aytamiz va qo'llarimizni bog'laymizda, ichimizda sano o'qiymiz. Subhanakallohumma va bihamdik. Sano o'qiganimizdan keyin hayit takbirlarini aytamiz. Ya'ni 3 marta qo'llarimizni ko'tarib Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deymiz. Har ko'targanimizda qo'llarimizni yon boshimizga tushiramiz 2 martasida. 3-inchisidan keyin qo'llarimizni kindik ostiga, o'ng qo'limizni chap qo'limizni ustiga qo'yib turamiz va imom domla ana keyin auzu bismillah bilan Fotiha surasi, Zam surasi, ana ruku, sajda bilan demak birinchi rakat o'qiladi. Undan keyin ikkinchi rakatga turib yana imom domla qiroat qiladi. Fotiha surasi, Zam sura o'qilgandan keyin yana hayit takbirlarini 3 marta xuddi birinchidek takrorlaymiz. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Uchalasida ham qo'llarimiz pastga tushiriladi va 4-inchisida qo'lni ko'tarmasdan Allohu akbar deb rukuga boramiz va sajda salom bilan hayit namozini ado etgan bo'lamiz. Ana undan keyin imom domla minbarga chiqib, bu yerda 2 ta xutba, hayit xutbalarini ado etadi va inshaalloh tilovati Qur'on bilan bugungi hayit namozimizni nihoyasiga yetkazgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo qiladigan bu ibodatlarimizni o'zi dargohida qabul aylasin. Amin. Ilohiy Parvardigor, mana bugun tinchlikda, omonlikda tong orttirib, mana shunday ulug' o'zingni baytingga Imom Buxoriy hazratlarining jivorlaridagi ushbu masjidda hayit namozini ado etishlik uchun poy tahorat bilan uzoq yaqindan bu yerga jamoat bo'lib jam bo'ldik. Parvardigor, bu anjumanimizni o'zing qabul aylagin. Ixloslarimizga yarasha bosib kelgan qadamlarimizga ajr va hasanotlarni o'zing ato aylagin. Har bir bosib kelgan qadamlarimiz barobarida gunohlarimizni o'zing afv mag'firat aylagin. Bugun ulug' kunlarda qiladigan bu ibodatlarimizni, duolarimizni o'zing dargohingda husni maqbul aylagin. Ilohiy Parvardigor, bu tilovat va duolarimiz, ibodatlarimizdan hosil bo'ladigan savoblarni Imom Buxoriy hazratlari yurtimizdan o'tgan barcha avliyo va anbiyo, avliyolar va fuzalolar ruhlariga, mana bu yerda jam bo'lganlardan o'tganlarning ruhlariga, yurtboshimizdan o'tganlarning ruhlariga Allohim o'zing yetkazib bahramand aylagin. Parvardigor, yurtimizga o'zing tinchlik, osoyishtalik ne'matini beryapsan. Mana shu ne'matingni Parvardigor o'zing davomli qilib bergaysan. Yurtimizni tinchligi, osoyishtaligi uchun xizmat qilayotgan barcha mutasaddilarni Alloh taolo qilayotgan bu xizmatlarni o'zing ulug' ajr va savoblar bilan taqdirlagaysan. Bugun Qurbon hayiti kunlarida o'zingga qurbat hosil qilish maqsadida qurbonlik niyatida turganlarni Allohim qiladigan bu ihsonlarni o'zing dargohingda qabul aylab, o'zingni huzuringdan ularga ulkan ajr va savoblarni ato aylagin. Mana shu orqali xalqimizni bir-biriga mehrini, muhabbatini yana ham ziyoda bo'lmoqligini Alloh taolo o'zing nasib ro'zi qilgin.
mana shu Qurbon hayiti arafasida qancha xonadonlarga xursandchilik, qancha bemorlarni dardiga malham va qancha mana shu yurtdagi fuqarolarimizni xursand bo'lishlariga sababchi bo'lgan muhtaram yurtboshimizni qilgan bu muruvvatlarni Allohim o'zing dargohingda qabul aylagin. Mana shular qatorida mana hozir 15 mingdan ortiq hojilarimiz bugun mana Arafotdan tushib tavof qilib, o'sha yerda hajlarni ado qilib, qancha duolarni qildilar. Alloh taolo ularni ham hajlarini haji mabrurlardan qilgan bugun. Sa'ylarni sa'iy mashkurlardan qilgan bugun. Qilgan bu duolarni o'zing ijobat qilgin. Gunohlarni o'zing mag'firat aylab, sog'u salomatlikda vatanga qaytmoqlarni Allohim nasibi ro'za aylagin. Kelasi yillarda mana bu jamoatimizda o'tirgan ana shunday o'zingni baytingga borish niyatida yurganlarni ham baytingga qadamlari yetmoqligini Allohim nasibi ro'za aylagin. Parvardigor ana shu 100 nafar prezident hojilari astoydil qalblardan mana shu yerdan boshlab duo qilib bordilar. Ular yana duo qilib keladilar va yurtimizga kelib yana xalqimiz uchun, yoshlar uchun ana ular o'rnak bo'ladilar, namuna bo'ladilar. Alloh taolo kelasi yillarda prezident hojilarni ham safini ko'payishligini Alloh nasib aylagin. Xalq uchun, el uchun, yurt uchun, vatan uchun qilayotgan muhtaram yurtboshimizni bunday ezgu ishlarning ko'lamini yana ham kengaytirib, u kishiga o'zing kuch-quvvat ato aylagin. Parvardigor yurtimizni turli tuman ofatlardan, kulfatlardan, balolardan, urushlardan o'zing panohingda saqlagin. Dunyoda bo'layotgan mana shunday notinchliklarga ham Alloh taolo o'zing barham berib, notinch yurtlarga ham tinchlikni o'zing ato aylagin. Parvardigor mana bu jamoatimiz uzoq yaqindan kelib, barchalari o'zingdan so'radigan, o'zingdan tilaydigan niyat, maqsadlari bor o'zingga ayon. Parvardigor ana ularni ham dillaridagi hamma ezgu niyat, maqsadlariga o'zing muvaffaq aylagin. Mana bu jamoatimizda halovat bilan ibodat qilishlari uchun mana kechadan beri, balki bir necha kundan beri mana shunga harakat qilayotganlar bor. Mana bu Samarqand viloyati hokimlari, bu hokimiyat vakilliklari, ichki ishlar xizmat turganlar bor, xavfsizlik xizmatida milliy gvardiya bor, yana boshqa sog'liqni saqlash va boshqa barcha mutasaddilar bor. Mana bu yerda prezident administratsiyasidan kelganlar bor. Bu yerda mana diniy qo'mitamiz rahbariyatlari bor. Bularning hammasi siz va biz uchun bugungi ibodatni halovat, osoyishtalik, tinchlikda o'tkazishlik uchun sa'y harakat qilib, sharoit yaratib turibdilar. Alloh taolo ularni qilayotgan xizmatlariga ham ajr va savoblar bergin. Ularni ham Alloh taolo tilagan barcha niyat maqsadlariga o'zing muvaffaq aylagin. El uchun, xalq uchun mana shunday xizmatda bardavom bo'lishlarini Alloh taolo ularga o'zing muyassar aylagin. Bu yerga qadam bosib kelgan jamoatimizni ham Alloh taolo har birlarini dillaridagi eng yaxshi niyat maqsadlariga o'zing muvaffaq qilib, kelasi yillarga ham mana shunday ulug' ayyomlarga tinchlikda, omonlikda, bag'ri butunlikda yetmoqligini barchamizga o'zing muyassar aylagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Va sallallohu va sallama ala nabiyyina Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana man taqaddasa zatuhu anish shirki waz zawal. وتناطقت الأدلة بأوصافه الجلال والجمال وأنشأ بقدرته السحاب الثقال. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من تحير في كنه ذاته العقول والأفهام وعجز عن درك صفاته الراسخون الأعلام وأكرم عباده المؤمنين بالشهور والأيام وجعل يوم النحر من أفضل أيام العام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا منهم على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى عليهم الرضوان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد عباد الله، واعلموا رحمكم الله إن هذا يوم شريف وعيد لطيف للخواص والعوام، وأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا النحر بقوله وانحروا، ضحوا عن أطيب أموالكم وعظموها امتثالا لأمر رسوله المقرر، كما قال صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. وكما قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه سميع الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما
Iloyo Parvardigoro, o'qigan bu hayit namozlarimizni barcha takbirotlari bilan o'zing dargohingda husni maqbul aylagin. Qilingan bu tilovati Qur'ondan hosil bo'lgan savoblardan barchamizdan o'tmishda o'tgan marhumalarimiz ruhlariga yetkazib o'zing bahramand aylagin. Alal xusus mana jonimizda turgan Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy hazratlari, u kishidan o'tgan ota-onalari, yonlarida yotgan barcha mo'min-mo'minot, muslimotlarning ruhlariga, bu jamoatimizdan o'tmishda o'tgan umidvor marhumalarning ruhoniyatlariga, mana bunday masjidlarni, mana bunday katta bir majmuani barpo qilgan, ana shunday ulug' ajdodimizga hurmatan qilingan bu ishlarni ustida turgan muhtaram yurtboshimizni o'tgan ota, ona, hesha aqrabolarning ruhoniyatlariga yetkazib o'zing bahramand aylagin. Parvardigor, qilingan bu tilovati Qur'onning fayzu barakotidan yurtimizga fayz bergin, barakot bergin. Osmonimizni doimo bugungidek musaffo qilgin. Yog'gan bu yomg'irlarni yurtimizga barakot yomg'irlari qilgin. Xalqimizni farovonligini Allohim bundan ham ziyoda aylagin. Parvardigor, yurtimizdagi mana shu tinchlik, osoyishtaligimizni davomli qilib, tinchlik, osoyishtalik soyasida o'zing rozi bo'ladigan xayrlik amallar bilan yashab o'tmoqlikni barchamizga o'zing muyassar aylagin. Parvardigor, mana shunday tinchlik, osoyishtalik, mana shunday dini diyonatga, el xalqqa imkoniyatlar yaratilgan bir zamonda yashashlik baxtini Alloh bizga nasib etgan ekan. Bizdan keyingi avlodlarimiz ham bundan-da farovon zamonlarda yashashligini Alloh nasib aylagin. Bugungi kunda yurtboshimizni xalq uchun, el uchun, vatan uchun, elni roziligi uchun qilayotgan barcha ezgu ishlarini Allohim dargohingda qabul aylab, savoblardan o'tgan ota-onalarning ruhlariga yetkazib bahramand qilgin. O'zlariga kuch-quvvat, g'ayrat, shijoatni ato etgin. Mana shu el uchun, xalq uchun uzoq yillar xayrlik amallarda bosh-qosh bo'lib yurishlarini Alloh nasib aylagin. Ularga kamarda bu kamarbasta bo'layotgan barcha hukumatimiz, rahbarlarimiz, viloyatdagi rahbarlarimiz, boshqa barcha mutasaddilarni Alloh taolo mana shu xalq uchun qilayotgan xizmatlarini dargohingda qabul aylab, ularni ham Alloh taolo o'ylagan niyat maqsadlariga muvaffaq aylagin. Xosatan mana Samarqand viloyati hokimlari bir necha kunlardan beri mana shu sizu bizni bu yerda kelib jam bo'lib halovat bilan ibodat qilishimiz uchun kecha-yu kunduz turibdilar. Atroflarda ichki ishlar xodimlari, xavfsizlik xizmati, milliy gvardiya bo'lsin, favqulodda vaziyatlar, mana sog'liqni saqlash ishlari, ijtimoiy himoya, mana bu muhtaram yurtboshimizni qilgan ishlarini, o'sha xalq, mahalladagi yettiliklar bor. Mana bu yerda o'tirgan otaxonlarimiz bor, hoji otalarimiz bor. Alloh taolo mana bularni hammalarini Parvardigor dillardagi eng yaxshi niyat maqsadlariga o'zing muvaffaq aylab, ikki dunyoda aziz qilgin bularni. Martabalarini baland qilgin. Xalq uchun, el uchun mana shunday yaxshi amallarda bardavom bo'lishlarini Allohim bularga o'zing muyassar aylagin. Mana bu jamoatimizni tong sahardan poyi tahorat, ixlos, muhabbat bilan o'zingni baytingga bosib kelgan qadamlariga hasanotlar yozib, o'zingni rahmatingga noil bo'lgan qavmlardan bo'lishlarini Allohim nasibi ro'zi aylagin. To qiyomatgacha ushbu masjidni ham moddiy, ham ma'naviy obod qiladigan avlodlari davom etmoqligini Alloh bularga nasibi ro'zi aylagin. Mana butun dunyodan Allohning bayti uchun hajga borganlar qatorida yurtimizdan borgan 15 mingdan ortiq hojilarimizni Allohim qilgan hajlarini hajji mabrur qilgin. Sa'ylarni sa'iy mashkur qilgin. Gunohlarini o'zing mag'fur aylagin. Elimiz uchun, xalqimiz uchun, yurtimiz, yurtboshimiz uchun qilgan Arafotdagi duolarni o'zing ijobat qilgin. Barchalarini sog', salomat uylariga, xonadonlariga, vatanlariga qaytmoqlarini Allohim nasib aylagin. El uchun, yoshlar uchun ana shular ibrat bo'lib, o'rnak bo'lib, mana shu yoshlarni tarbiyasi uchun bundan keyingi hayotlarida xalq uchun xizmat qilmoqlarini Alloh ularga muyassar aylagin. Bu jamoatimizda o'tirgan, o'zingni baytingga borish orzusida yurganlarni ham o'zingni baytingda tez yillarda borishlarini Alloh nasib ro'zi aylagin. Muhtaram yurtboshimizni kuni kecha qilgan mana shu xalq uchun, ayniqsa yosh bolalar, bemorlar, ana ularni o'sha dardiga malham bo'lish uchun qilgan ishlarini Alloh samarasini ko'rsatib, o'sha yozlarimiz sog'ayib, el uchun, xalq uchun xizmat qiladigan insonlar bo'lishini Alloh nasib aylagin. Parvardigor bunday ishlarni ko'lamini yil sayin kengaytirib, mana shunday
yurtimizni doimo taraqqiyot yo'lida mustahkam borishligini Allohim nasib ro'za aylagin. Parvardigor, bugungi bu jamoatimizda mana prezident administratsiyasidan, bu yerda diniy qo'mitamizdan va boshqa tashkilotlardan kelib mana shu ibodatimizda astoydil halovat bilan qilishimiz uchun barcha sa'i harakatlarda yurishibdi. Alloh taolo bularni ham ezgu niyat maqsadlariga o'zing muvaffaq qilgin. Bola chaqalardan mana shunday dini diyonatga xizmat qiladigan ahli ilm ulamolardan chiqishini Alloh nasibi ro'za aylagin. Bu masjidda mana xizmat qilayotgan keksalarimiz bor, otaxonlarimiz, imom domlalarimiz, qorakalarimiz bor. Alloh taolo bularni ham mana shu din diyonat xizmatida bardavom aylab, Alloh taolo ularni ham o'zing panohingda saqlagin. Parvardigor, bugungi duolarimizni sharofati ila yurtimizni tinch qilgin. Turli tuman samoviy, aroziy ofat balolardan o'zing hifz himoyangda saqlab, kelasi yillarda ham, Qurbon hayit kunlarida ham mana shu jamoatda oralarimizdan xato bo'lmasdan tinchlik, omonlikda yetmoqligini Alloh barchamizga o'zing muyassar aylagin. Robbana atina min ladunka rahmatan va hayyi lana min amrina rashada va sallallohu va sallama ala nabiyyina Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hayitlar muborak bo'lsin.